go'yoki unga salom bermaganligi uchun 19 yoshli yigit 2 nafar voyaga yetmagan fuqarolarni o'tkir tig'li jism bilan pichoqladi. Endi uni qamoq jazosi kutmoqda. Kompyuter klubda o'tirganimizda u bola tushib keldi va noto'g'ri gaplashib, noto'g'ri so'rashganligi sababli ozgina jahlim chiqdi. Keyin o'zaro janjallashib ketdik va men oldimdagi pichoq bilan uni oyog'iga tan jarohati yetkazdim. Keyin yana bitta bolaga tiqdim. Bundan qattiq pushaymondaman va bu holatni boshqa qaytarilmaslikka so'z beraman, kechirishlarini so'rab qolardim. Bu holatni takrorlamanglar. Bu holatda oxiri yaxshilik olib kelmaydi. Menga o'xshab bunaqa xato qilib bunaqa joylarga kelib qolmanglar. Oxiri yaxshi emas. Oyinimga qattiq gapirgani, gaplar yoqmagani uchun men bir urdim, tepdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa qaytarilmaydi, uzr so'rayman, kechirishlarini so'rayman. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi, ya'ni 2 yoki undan ortiq shaxsga nisbatan qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli shahrimiz aholisi mehmonlari, hurmatli ota-onalar, doimiy ravishda farzandlaringizni qayerda, kim bilan yurganligini nazorat qiling va yurtdoshlarimizdan yonlarida taqiqlangan o'tkir tig'li jismdan olib yurish qat'iyan taqiqlanganligini ma'lum qilamiz.